Assalomu alaykum aziz mehmonlarim, aziz do'stlarim, aziz opa-singillarim. Mana ro'za Ramazonniyam sog' salomat ro'za olganlariga ham yaxshi niyat tilayman. Sog'lik, tinchlik, ro'zalari yaxshi qabul qilsin. Olganlarning niyatiga yetsin. Xudoyim sog' salomat bo'lsin. Ishlariga rivojlar tilayman. Hamisha ro'za olganlari ro'yobga chiqsin. Ro'za oylari muborak bo'lsin. Qurg'in sayri muborak bo'lsin. Hamisha niyatiga yetsin. Allohim shuni orqasidan bizlar ham niyatiga yetaylik, iloyim. Sog'lik, tinchlik, xotirjamlik. Ishlariga rivoj tilaymiz. Mana xotin-qizlar xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-mart bilan opa-singillarimni, opa-singillarimni tabriklayman. Hamisha ayollarni ham tabriklayman. Xotin-qizlar 8-mart bilan tabriklayman. Hamisha sog'lik, tinchlik, xotirjamlik, ishlariga rivoj tilayman. Hamisha menga 2006 sog'lik, tinchlik, barakali bo'lyapti. Sizlarga ham barakali bo'lsin. Iloyim niyatingizga yeting. Ko'zlaringizdan, yuzlaringizdan tabassum arimasin. Hamisha hammalaringga sog'lik, tinchlik, xotirjamlik istayman. Bayramlaring, 8-bayramlaring sog' salomat o'tsin. Hamisha sog' salomat yuringlar. Azizlarim, aziz xotin-qizlarim, sog'lik, hamisha oilangizga tinchlik, xotirjamlik istayman. Hamisha bayramlaringiz muborak bo'lsin.